Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari va mana bunda toza zotlik 2025da yangi barra ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga har doimgidek barralar tozalardan kelib turgan Saydulla do'stimizning qo'y fermalaridanmiz. Mana bu yerda sotadigan qo'ylar qo'y fermalaridanmiz. Mana bu yerda sotadigan qo'ylar bor ekan. Shularni qo'ldan kelgancha video obzor qilib, chiroyli chiqarib berishga harakat qilamiz. Sizlardan iltimos videoni oxirigacha ko'rib, videodan obuna bo'lib, like bosib tursalaring, xudo xolsa qo'ldan kelgancha ortib berishga harakat qilamiz. Ular videoni boshlashdan oldin videodan like bosib obuna bo'lib turasizlar. Bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i Saydulla do'stimizning qo'y fermalaridanmiz. Assalomu alaykum. Har doimgidek tozalaridan. Zo'rlardan kelgan. Narxlari ham arzon bo'ladi. Narxlari ham arzon bo'ladi. Ina bolasi ham bor ichida. Ina bolasi ham bor ichida. Qolgan hamma sovloqlaridan. Yo'qsa bir boshdan olarlar ko'rsataveramiz a? Ha, bilsin. Jonivorlar bitta ko'kidan so'raganlar. Ko'kidan Hop, bular Saydulla soni nechta bu yerda endi? Soni 13 ta emas. 13 ta jami. Jami 13 ta bitta ina bolasi bor. Bir don ona bola, uni juni olib qo'yilgan a? Shu yondagi bolasi sari. Yondagi mana bu bolasi ham. Jonivor. Zo'rdan kelgan. Mashalloh. Mana quloqga mana bo'lgan. O'nashlar mana qo'ydi qarang. Tozasidan. Barra sovlig'a bu. Ha, bu ham sovliq. Hammasi. Jonivor, onasini tish qanaqa? Onasi tishi ikkita. Endi chiqadi. Ikki tish endi chiqardi. Qo'ying. Hop, bu onasimi Saydulla endi? Onasi ham go'shtga. Jonivor, onasi ham o'ta kelishgan. Qulog'ini qarang mana bu garbonos. Mana so'z isboti bilan bo'lsak bo'lgan. Mana. Mana ko'ra. Ikki tish endi chiqarib. Yondagi birinchi bolasi ekan a? Mana birinchi bolasi. Mana bolasi. Qolgani son nechta qolgani alohida? Alohida mana haligi yettak bo'lsa. Ha. Qolgani. Qolgani 13 bo'lsa 11 ta. 11 dona, hammasi sovliq. Hammasi sovliq. Jonivorlar, tozalaridan ekan har doimgidek. Qo'ylar qarang, garbonos kelishgan. Quloqlar hammasini qashib butun ekan a? Ha, butun. O'ta go'zallardan ekan Saydulla har doimgidek. Jonivorlar. Kelganiga necha kun bo'ldi ular Saydulla? Bugun keldi Akmaljon. Bugun keldi. Ammo Yebishlarni ko'rdingizmi? 10 kun bemasli ochiladi. Yebishlarni ko'rdim. Hammasi yaxshi. Hafta 10 kunga sinovlari bor. Yo'q. Nuqsoni yo'q jonivorlar. Hammasi turishi ham Salqin quloqlaridan. Turishi ham turibdi jonivorlar. Yuzlari o'ta tiniqidan ekan-a. Hammasi so'liq dedingiz. Ular yoshlilar qanaqa? Ular yoshligini endi bilmayman, bir 4-5 oyga atrofida. 4-5 oyga atrofida. Dumba tomonlardan ko'chib qo'yishchi. Ammo dumba tomonlar birata sovib osilgani yo'q. Hammasi sariq. Bitta bir dona ko'kidan qolgan hammasi sariqdan ekan jonivor. Mana busini qarang. Tozasidan. Tozasidan boqaman deganlarga obunachilar tavsiya qilib qolamiz. Bitta zo'r variantdan ekan barralarni. Faqat sota olish uchundir ular a. Go'shtga tashqa qilmaymiz. Go'shtga bular o'zi uvoli. Dumbalar ham tikka yur dumbadan ekan. Ochib qoldi. Zo'rini qo'shib, yana kelgan bolasi olishadi ular taolasa. Jonivorlar. Bular bo'ylarini nechaga beramiz Saydulla? Bo'ylari bir 65-70 ag'bag'da bo'lsa kerak. 65 plus minusga ketaveradi. O'lchab beraman, telefon aylanib qo'ysin. Telegramda yozib o'lchab beraverasiz-a? O'lchab beraveradi. Qaytaring hamasini. Jonivorlar gap yo'q. Qo'ylarni zo'rdan kelibsiz. Tozasidan. Jonivorlar, obunachilar tavsiya qilib qolaman. Olib baxtlaring arzurra degan narsalar ekan. Jonivorlar chirchavsroq ekan. Telegramda yozsa buni bo'ylarini o'lchab, hop, Saydulla videosini qilib beraveradi. bitta ikkita ham sotilaveradimi bular? Bitta olsa ham, hammani olsa ham qizig'i yo'q. Ikkiga Xohlagan tanlashadi. bugunga mana bir parka xolasizmi? Bunga bir partiya. Obunachilar o'zi ozgina-yu sozgina ekan. Shoshilib aloqaga chiqaramiz. Telefon qilinglar, ishlaring bitadi. Jonivorlar, bu narxi ham arzonmi? Boshqa narxini berib beramiz Akmaljon. Buni videoni qisqa qilib narxini gapiringchi, bitta ishtirishchi. So'mdami? So'mda Akmaljon, so'mda emas. Bitta. Bularda ayna qilib hammani krupni chiqargan yaxshi. Bunaqa bitta ikkita qilib dollarda aytgandan shunday chiqargan yaxshi. Bitta sotganingiz ham yaxshi. Ular bilan bundaqa toza arashan deb, mana oq yuzlarni chiqarsa bo'ladi endi. Hammasi bitta ketyapti. Optim, arzon. Optimga bitta aytingchi, bir tortarga. Ona bolani alohida aytasizmi? Ha, ina bola alohida aytiladi. Unda 10 bitta qo'zini aytingchi sovlig'ini. 10 bitta qo'zini sovlig'ini olmaganiga, oldi qo'shib gap kerak. 2650 mingdan Toshkentga tashlab beraman. 2.650 mingdan.
Oldi boshqa gap kerak yo'q. Dangalak chiqarilak Marjon. Bo'ladigan, ha? Bo'ladigan. Bo'ladigan joy yo'qmi? Yo'q. Telefon qo'ysa hayron qilib beraman. Ayrini qilib berasiz, o'tib berasiz. Telefon qilsa ishlar bitadi. Hop, bitta ikkita olganga ne? Bitta ikkita olganga qanaqadan? Pog'onga ham, hamma olganga narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi. Ko'tarilmaydi ham, tushmaydi ham. Tanlab olsa. Hamma sharoit har xil bo'ladi, Marjon. Bitta ko'kta olaman desam shunaqa ketaveradimi? Ha, ketaveradi. Ketaveradi. Obunachilar, qancha pulga chiqaramiz. Xudo xolasa, Ona bilan narxlar yaxshi bo'lsa, ona bilan narx necha pul? 8,5 million Toshkentga rasmiga qilib beramiz. 8,5 million. Masraflar Toshkentgacha. Rasmiga Toshkentgacha. Holatlar kelishiga oldi. Holatda kelishgan. Molada sakalarga qata qo'shiladi. Ularga ham Toshkentgacha kelishiga oldi. Toshkentgacha. Ularga O'zbekiston bilan qilib beramiz. Jonivorlar, xudo xolasa narxini yaxshi aytdilar. Telefon qilsa ishlar bitadi. Ha, ishlar bitadi. Obunachilar tavsiya qilib qolamiz. Soni ko'p hali, yana Soni bor. Endi bugunga shularmi endi? Ha, bugunga shular. Obunachilar videoda xato kamchilik ketganimiz uzr so'raymiz, lekin shoshilib balog'ga chiqaverasizlar. Soni cheklanmagan a? Ha, soni navval qoralardan ham bor, sariqlardan. Qoralardan ham so'raganlarga Kimga qanaqa rang kerak bo'lsa, so'rab beraman. obunachilar balog'ga chiqarasizlar. Bugungi videomizga shular. Obuna bo'lib, like bosib, esnaqchi maqsad sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.